Türkistan'ın uykusudan oygatkan barın. Uygurlarını yavga karşı kozgatkan barın. Atomu bar düşmanlarga mushtashva tanglab, qanxo'r jallat Xitoylarni qo'rqitgan barın. Köptür sendi yavga karşı turgan erkekler. Aziz Osman, Muhammed Eysa kabi azmatlar. Elni qanxo'r yavga karşı jangga atlatgan Zeydin Qarim kabi batur, cesur şirmetler. Barın degan qahramonlar köp tug'ilgan joy. Barın desi tushidimi qo'rqidi Xitoy. Barın degan yavga qarshi qararlik bomba. Davom qilar hurlik uchun kurash to'xtamay. Barın yurti erkek baturlarning bulaqi. Barın yurti yurtlarning cho'ngi ulug'i. Köplep tuqqin Zeydin kabi azimatlarni Uyg'urumning aziz yurti munbat tupraqi. Barın yurti xuddi yanartaqqa o'xshaydi. Barın ruhi yuksilidi, gullab yashnaydi. El-Vatan deb janggohlarda shahid bo'lganlar Uyg'urumning yuragida mangu yashaydi. Azaldilli zalimlarga egilmay kelding. Seni azmak istiganga yo'l bermay kelding. Tajovuzchi, qanxo'r jallat zalim Xitoyga qarshi turding, qisas olding, bosh egmay kelding. İnşallah hür bo'lasan, azod bo'lasan. Tajovuzchi yov ustidan g'alaba qilasan. Chunki sen bir o'tkir shamshar, dod basmas qilich, hurlik uchun adoqqicha kurash qilasan. Ey